Xalqimizda ajoyib bir tushuncha keng yoyilib qolgan. Shu ro'za ibodatini nihoyatda og'ir, mashaqqat ibodat degan ruhiyat yuqorilab, ro'za tutdingmi boshqa hech narsa qilmasang ham bo'laveradi. Endi shuni ro'zani tutib olsang katta gap deganga o'xshagan bir kayfiyat hammada bo'lmasa ham ko'pchilikda uchrab turadi. Ro'za ibodati haqiqatan o'ziga yarasha mashaqqati bor. Ayniqsa nozik insonlar, kam quvvat insonlar, yoshi ulug' insonlarda o'z-o'zidan, ya'ni yosh bolalarda ham ro'za ibodati bir qancha jihatdan insonga mashaqqat va zaiflik keltirishi bor. Ular mayli, ular ro'za ibodatini arang ado etyaptilar. Ularga haligi tushuncha biroz munosib kelar. Lekin sog'lom insonlar uchun ro'za ibodati unaqa katta mashaqqatli ibodat emas. Aksincha, jismonan ham poklanib, ruhan ham tetayadigan bir fursat hisoblanadi. Ortiqcha vazn ketadi, uyqularingiz ancha joyiga keladi. Haligi oldin miya uchun 6 soat, qorin uchun 3 soat uxlayotgan bo'lsa, o'sha 3 soatga o'rin qolmaydi. Chunki ovqat hazm qilish uchun ham inson gohida uyquga majbur bo'lib qoladi, ya'ni uyqu tortadi. Ana o'sha mana shu jihatdan Ramazon Rasul akram alayhisolatu vassalom va sahobalar paytida aksincha yana ham ko'proq ibodat qilish, yana ham ko'proq jiddiy jahd qilish mavsumi bo'lgan. Bizda hozir Ramazon ro'za tutdingmi tegma deganga o'xshagan kayfiyat paydo bo'lgan bo'lsa, ularda unaqa bo'lmagan. Masalan, Badr urushi aynan Ramazonda bo'lgan. O'zi birinchi Ramazon oyining birinchi farz bo'lgani, ro'za birinchi farz bo'lgan yil 2-hijriy sana, shu yili Badr jangiga chiqishgan. Ro'zamiz endi eson-omon ro'zani tutib olaylik deyilmagan. Ya'ni hayot davom etavergan. Undan keyin boshqa juda ko'p mana shunga o'xshash faoliyatlar ham Ramazon oyida olib borilgan. Hech kim Ramazonda bo'lmasa, bu joylarda Arab jazirasida, Arab yarim orolida u juda issiq bo'ladi. Ana o'sha issiqqa qaramasdan ro'za tutilgan va mehnat, mashaqqat va zarur ishlar to'xtamagan. Undan keyin esa salaf solihlar va sahobalar vaqtidan salaf solihlar davlarini oladigan bo'lsak, Ramazonda ular ibodatga ko'proq harakat qilishgan. Odatdagidan ko'proq Qur'on o'qishgan, odatdagidan ko'proq ilm o'qishgan, odatdagidan ko'proq demak yaxshi amallarni bajarishga intilishgan. Nega? Chunki bu oyda qilingan har bir yaxshi amal boshqa oyga nisbatan 70 barobar savobi ko'p bo'ladi. Hozir sizga mana bu bahor mavsumi yoki kuz mavsumi, mana bu ishlab chiqargan narsangiz, tikkan ko'ylagingiz, choponingizni 10 barobar qimmatga sotsangiz bo'ladi, mana shunda desa, uxlaysizmi, uxlamaysiz. 24 soat uxlamaysiz kerak bo'lsa. 10 barobar qimmatga sotaman ekan deb, uyquni ham hammasini yo'l-yo'lakay qilib bozorni urasiz, to'g'rimi? Salaf solihlar mana shu savoblarni his qilgan. Savob ekan, yaxshi ekan, darajat ekan deb ketavermagan. Chunki iymon tugal iymon, oxiratga bo'lgan ishonch, bu dunyoda yashayotgan hayotiga bo'lgan ishonchdan yuqori. Shuning uchun oxirat bozoridagi haligi qimmat, yaxshi foyda, yaxshi daromadga ular nihoyatda tirishib intilishgan. Bizning bugungi mana shunga o'xshash suhbatlarimiz ham inshaalloh bu ulug'larimizning amallari darajasida bo'lmasa-da, shu yo'lga bitta harakat. Bo'lmasam sizga ham menga ham hozir sekin damni olib uyda o'tirsak, yonboshlab yotsak qulayga o'xshaydi. Nima desa, ro'za tutganman, qorin och, hozir ko'proq yursang, chanqab qolsang, odam keyin qiynalib qolasan. Undan ko'ra salqingina yotganimiz yaxshi. Eson-omon shu iftorga yetib olsak deb yotsak, to'g'rimi? Yotaveramiz. Lekin bu asli islomdagi Ramazonga, ro'zaga bo'lgan munosabat emas. Ramazonda ulug'larimiz, sahobalar, tobiinlar, salaf solihlar 2-3 barobar, bir necha barobar balki ibodatga ko'proq harakat qilishganki, bu soatlarda savob ko'p bo'ladi, ajr ko'p bo'ladi. Mana bitta kecha Qadr kechasi 1000 oydan afzal, to'g'rimi? Kunlari ham shunga o'xshash. Ramazonning kunlari ham, tunlari ham bu nafilga farzning darajasi beriladi. Farzga 70 barobar
savob. Balki Alloh undan ham ko'paytirib berishi mumkin. Mana shu ilmiy majlisimiz uchun Ramazondan boshqa vaqt biz aytaylik 10 ta savob olayotgan bo'lsak, Ramazonda 700 talab savob olamiz inshaalloh. Xuddi shu soat, xuddi o'sha mehnat nega bu savob ko'p? Chunki biz ro'za og'iz bo'lib turib ibodat qilyapmiz va fazilatli soatlardan unumli foydalanyapmiz. Alloh makonni ham, zamonni ham o'zi yaratgan. Xohlagan joyini imtiyozli qiladi, xohlagan soatini imtiyozli, fazilatli qiladi. U yaratganning qo'lida. Yaratganning izmida, ixtiyorida. Siz bitta uy qursangiz, xohlagan joyiga bezak qo'yasiz. Hech kim sizga nega bu yoqqa bezak qo'yding deya olmaydi. Mana mehrobga tilla suv yurgizganmi? Shu quruvchilar shuni xohlagan. Xohlagan joyga tilla suv yurgizadi. Xohlagan joyini baland, xohlagan joyini past qiladi. Foydalanayotgan odam shundan foydalanib ketaveradi. Alloh makon va zamonni yaratganda xohlagan joyga fazilatni orttirib bergan. Xohlagan mana Makka va Madinada fazilat. Masjidda fazilat. Uyda o'qigan namozingizdan savob ko'proq. Haramda o'qigan namozingiz 1000, 100 ming barobargacha savoblar, to'g'rimi? Nega? Alloh shunday qilgan, tamom masalan. Nega juma kuni ulug'? Jumani Alloh ulug' qilgan. Nega Ramazon ulug'? Oylar sultoni Alloh shunday qilgan. Nega? Chunki o'zi yaratgan. O'zi yaratgan oy, o'zi yaratgan kunlarni xohlaganiga xohlagan imtiyozni o'zi beradi. U siz bilan biz oy bilan kunning ichida yashayotgan odammiz. Biz kun bilan oyni tasarruf qiladigan odam emasmiz. Biz nima qilamiz? Biz shundan foydalanamiz. Payshanba bozor belgilandi. Tamom, masalan. Siz payshanba borib bozorda mol sotasiz. Chorshanba chiqib olib, nima bergan payshanba bozor? Mana chorshanba meni molimni olasan, deya olmaysiz. Chunki payshanba bozor belgilangan, tamom masalan. Bandalarniki tasarrufi shunchalik bizga ta'sir qilar ekan, Allohning yaratgani tamom, unga biz taslim bo'lamiz. Ramazon oyida Alloh mana shunaqa fazilatli beqib qo'ygan. Soatlar, har bir soati ibodat, zikr, tilovatga mavsum. Boshqa vaqtda qiladigan amalimizning ayni o'zini qilamiz. Lekin savobi 10, 20, 100 lab barobar ko'p bo'ladi. Qilishimiz kerakmi? Albatta qilishimiz kerak. Buning uchun nima bo'lish kerak? Xuddali bozorning narxiga ishongandek, bu savobga ham ishonishimiz kerak. Hadisda kelgan bo'lgandan keyin ishonish kerak. Chunki Rasul akam alayhisolatu vasallam havasga aytmagan u hadislarni. Balki ummatni ogohlantirgan. Mana shu soatlarda Alloh fazilatli qilib qo'ygan. Foydalanib qolinglar, tamom. Buni majburlamagan. Shu soatda shu ishni qilasan degan majburiyat yo'q. Ixtiyoriy. Chunki daromadni ixtiyoriy qilinadi. Xohlagan odam foydani olsin. Marhamat qandini ursin. Alloh subhanahu va taolo ushbu soatlarimizni ana shunday barakotli, savobli soatlardan aylasin va o'zi manfaatini ziyoda qilsin. Biz